Assalomu alaykum. Biz mana shu yerga grant ta'lim kursiga kelyapmiz. Masalan, men 2 oydan bosib kelyapman. Shu qiziqishim oxiri sheyga endi kelib, astoydil boshladim. Arab tilini juda bilgim keldi, gaplashgim keldi. Safarlarga chiqib turaman. Qiziqdim o'zim arab tiliga, tiliga juda qiziqaman. Asosiy mana shu. Juda xursandman. Bu yerda juda ham ta'lim berishlari juda ham a'lo darajada. Biz domlamiz, Mahmudjon domlamiz juda ham yaxshi tushuntirib beribdilar. Bir ham yaxshi xursand bo'libman-da. Qachon o'rganaman deb turganlar, kelinglar, o'rganinglar. Men Jo'rayevman. Chortoq shahridan keldim. Grant ta'lim juda ham yaxshi, mehribon ustozlar. Bayda biz arab tilini o'rganyapmiz. Arab tilini shunaqangi bir mehr bilan o'rgatishyapti ustozlar. Maslahat beraman. Rahmat ustozlarimizga, sog' bo'lishsin. Kelinglar, men taklif qilaman o'qishga.